Hammaga salom. Bugungi video tana haqida bo'ladi va bu aynan tanaga bo'lgan ishonch nima, tanaga bo'lgan ishonchni qanaqa qilib yo'qotamiz va uni qanaqa qilib tiklash mumkinligi haqidadir. Videoni boshlashdan oldin aytib o'tadigan bir ikki gapim bor va bu men doktor yoki terapevt emasligim haqida va sizda agar haqiqatan muammolar bo'ladigan bo'lsa, doktor ko'rigiga uchrashingiz muhimdir. Xo'p, tanaga bo'lgan ishonch nima? Bu siz o'zingizni tanangizda o'zingizni xavfsiz his qilishingizdir. Bu degani siz ishonasiz tana o'z funksiyasini bajarayotganligiga yoki organizmmi. Bu degani siz ishonasiz uni tiklanishiga va sizga pand bermasligiga. То есть ваше тело не предаст вас. Ruschalab aytganda. Umuman olganda tana bu sizni ruhingiz uchun berilgan uy. Xo'p, bu ishonch qachon yo'qoladi? Qachonki tana yoki organizm ma'lum bir muammo bilan kurasha olmasa, nazarimizda u bizga pand beradi. Chunki u kasallik yoki o'zgarishlarga turib bera olmadi. Va shunaqa hodisalardan keyin odamda o'zini tanasi yoki organizmi haqida tushunchalar va fikrlar shakllanishni boshlaydi. Mani tanam nimjon, qatimdir kam, kasalvonman, sinib qolaman va hokazolar. Eng oddiy misol bu ortiqcha vazn bilan kurashayotgan ba'zi bir insonlar. Ya'ni har xil dietalar yoki to'g'ri ovqatlanishlarni qilib ko'rib, lekin oxirida men ozolmayman degan conclusionga kelganlar. Men uni trenerstvada juda ko'p uchratganman, har xil ayollar kelganda. Shunchalik u odamda o'zini tanasiga bo'lgan ishonch yo'qki, u sekin ozdiruvchi dorilarga o'tishni boshlaydi. Va albatta harakatni ham to'xtatadi. O'rtoqlar, 1-2 oy qilinadigan dieta sizga uzoq muddatli rezultat bermaydi. Ayniqsa agar siz oldindan sportsmen bo'lmagan bo'lsangiz. Xo'p, hozir men aytib o'tganlarim bu tananing yoki organizmning funksiyasiga bo'lgan ishonchsizlik haqida edi. Keyingi aytmoqchi bo'lgan narsam bu tanani bo'sh qo'ya olmaslik, tanadagi zajimlar, siqilish yoki qisilish, xullas umuman olganda zajatost. Va davom ettirishdan oldin bitta videoni sizlarga qo'ymoqchiman. E'tibor bergan bo'lsanglar, erkaklarga qaraganda ayollarda ko'proq bo'yin qismidagi og'riqlar kuzatiladi. Xo'lqa, qisiq yelkalar, qomatni ushlab tura olmaslik va hokazo. Bu narsa yosh o'tgan sari bilinadi, lekin siz o'ylagandan voqeliroq boshlanadi. Fiziki sabablari ko'p. Bu narsani internetda ochiq dostupda o'qib chiqsa bo'ladi, lekin men gapirmoqchi bo'lgan mavzu asosan emotsional holatga borib taqaladi. Birinchidan, ayol kishining his qilishi chuqur, qanaqa yoshda bo'lmasin, xavotir, sezgirlik kuchli aks etadi. Buni rus tilida visokoemotsionalniy чувствительность deymiz va ba'zi oilalarda qiz bolani mentalni kuchaytirishga harakat qilishadi, natijada yelkali osilgan yoki qisiq holatga keladi. Keyingisi albatta stress. Shuni eslatib o'tish kerakki, overthinking, ya'ni haddan tashqari o'ylash, bosh qotirish, bu ham qanaqadir ma'noda stress. Va albatta напряжениеga, ya'ni yelkalarni tarang turish holatiga olib keladi. Va keyinchalik yotgan, shoshayotgan yoki biron bir ishni berilib bajarayotgan holatingizda yelkalaringiz qulog'ingizga ko'tarilib ketganini o'zingiz sezmay qolasiz. Xo'p, tanaga ishonchni qaytarish haqida gapirishdan oldin mana shu videoga taalluqli o'zimni experienceim haqida gapirib bermoqchiman. Professional sportdan chiqqanimdan keyin men shunaqangi atmosferaga tushganmanki, atrof muhitim ozgincha o'zgargan. U yerda ortiqcha harakatlar, ya'ni keng harakatlar ozgincha uyaltirilardi yoki qoralanardi, to'g'ri qabul qilinmas edi. Qo'pol qilib aytganda ozgincha seksualizirovatsiya qilinardi. Ya'ni hamma senga qarayapti va sen haqingda mana bunaqa fikrga borishadi. Va menda u payt atrof muhitimni o'zgartirishim kerak degan tushunchalar bo'lmagan, chunki men toksik muhitni sog'lom muhitdan ajrata olmaganman. Va keyinchalik menda zajimlar, qisilishlar, ограничениялар, xullas umuman olganda tanamda skovanность, ya'ni o'zbekchalab nima bo'ladi endi u? Qisiqlikmi, siqilishmi, xullas shunaqa narsalar boshlangan. Va men haligacha bu narsani bo'shatish, напряженияларni olish va umuman olganda balansda ushlab turishni yo'lidaman. Va endi davom etsak ham bo'ladi tanaga ishonchni qaytarish haqida. Birinchisi albatta qabul qilish. Sog'liqni bizga Xudo beradi va u xohlasagina olib qo'yadi. Va bu holatlarni qabul qilmaslik va tan olmaslik uning qarorlariga qarshi chiqish yoki rozi bo'lmaslikdir. Qabul qilishlik adaptatsiyani ham talab qiladi. Bu degani biz o'zgarishlarni ham qabul qila olamiz. Bu degani siz sog'liqni tiklash yoki sog'lom hayotga intilishni to'xtatasiz degani emas, harakatingizni davom ettirasiz. Faqatgina aynan hozirgi holatingizni ideal hisoblashingizdir. Aynan hozirgi holatingizni Xudo siz uchun hozir ideal deb topdi. Lekin sizni bu holatga bo'lgan munosabatingiz va fikrlaringiz uni keyinchalik yomonlashtiradi yoki yaxshilashtiradi. Xo'p, ikkinchi qiladigan ishimiz bu harakat, aynan mashg'ulotlar. Ya'ni tanani bo'sh qo'yishni o'rganish, uni boshqarishni o'rganish, albatta trener tanlashda ham adashmaslik kerak. Aynan mashg'ulotlar sizga
tana hali ham harakatga qodir degan tushunchani berishi mumkin. Albatta siz srazu salto sakrashga o'tib ketmang, balki sekinroq mashg'ulotlar, stretching, pilates, nafas bilan bog'liq mashg'ulotlardan boshlasangiz sizga o'zingizga yaxshi. Va oxirida aytib o'tadigan eng muhim punktlardan biri bu tanani eshita olish, tana va organizm berayotgan signallarga quloq solish, uni ignor qilmaslik va ularga javob berish. Ya'ni tana alohida государство emas. Bu biz. Понятно-mi? Biz fikr va xayollarimizni tanlab ifoda qilishimiz mumkin yoki holatga yo o'zimizga moslashtirib, hatto o'zimizni aldab yurishimiz mumkin shu fikr xayollar bilan. Lekin tana aldamaydi va uni aldab bo'lmaydi. Bu diskomfort haqida, stress haqida yoki boshqa ichki muammolar haqida juda yaxshi signallar beradi. Va yana bir bor aytib o'taman, unga quloq solish va ularga javob qaytarish juda muhim. Bu men aytib bermoqchi bo'lgan barcha narsalar edi. O'ylaymanki sizlarga foydali bo'ldi. Agar savollar paydo bo'ladigan bo'lsa, albatta qoldirishingiz mumkin yoki Instagramda napishing. Bo'ldi, hammaga xayr.